Bu mashinani rostdan ham qora sedanani orqasidan oldingizmi? Buni oxirida aytaman. Voy bismillah. O'zi biznes ko'p bo'lsa, hamda quyosh panellari tushib turibdi. Odamlar o'ylaydi, Nilfarga shundoq olsagina pul keladi. Qopda keladi, uxlaganda ham pul keladi deb Bu o'ylashadi. qanchalik to'g'riligini yoki haqiqatga yaqinligini hozir video oxirida ko'rib olasiz. Namozingizni o'qib olasiz. Namoz o'qib olaman, keyin quyosh paneli haqida gaplashamiz. YouTube'imni nima ochib berasiz. Keyin yuring, men sizga quyosh panelini ko'rsataman. Ko'pchilik menga aytadi, shu rostmi? Xudo haqqi to'g'risini ayting. Quyosh panelidan rostdan pul yechasizmi deyshadi. Kiraveringlar. Yuzimga ochiladi. Bismillah. Ha, mana quyosh panelim. Mana. Demak, aldamayapsiz. Realni mashqda xuddi uy arendaga bergandek pul sizga tushib turadi. To'g'ri. Magazin yoki uy arendaga berganda tushadi har oy. To'g'ri. Xuddi arendaga bergandek buni 160 millionga 50 kilovatni o'rnatganmiz. O'rnatganingizdan keyin Gorsvet kelib buni sanaydi panellarni. Keyin ulanish joylarini yerga ulab qo'yganmi, yong'in chiqib ketmaydimi, ular tekshira obdan. Agar xatolik bo'lsa, siz bilan shartnoma qilmaydi. Tekshiradi. Bu odam qo'yib yubormaydi, prosta tak. Yo'q, hamma ham qo'ya olmaydi. Hamma ham puli bor ham qo'ymaydi. Puli bor qo'yganda texnika bezopasnosti birinchi o'rinda turadi, chunki yong'in xavfsizligi bor. Pajarni kelib bir narsadan pajarni qo'l qo'yib beradi, Gorsvet qo'l qo'yib beradi. Ana undan keyin davlatga taqdim qilamiz. Davlat qabul qilsa, keyin bizga soliq uz ilovasidan quyoshli xonadon deb chiqadi va har oy bu bizni ishlatgan rasxotimizdan ortganini pulini tashlab beradi. O'zingizga ham svetga pul to'laymiz shunda. Umuman o'sha o'tgan oyli svetda shotimizda 100 ming so'm pul qolgan ekan, hali ham o'sha 100 ming turaveradi. Lekin biz rosa ko'p konditsioner ishlatamiz, sexda apparat ishlatamiz-ku. O'shalardan endi ko'rganlar. Menga ham o'rgating, opa, deb yo'l yo'rig'ini o'rgatasizmi? Konsultatsiyami bir nima? Xo'p, Bilmaydi-ku, masalan, men bilmayman. Kelsam o'rgatasiz yoki kimdir so'rasa o'rgata olasizmi? Ha, nima mendan nima keting, bitta nomer berib qo'yaman, shu panelchi bolalar nomerini. Ham yaxshi foyda, o'rtacha $500 bo'lmasa $300-200 pul tushadi har oy. Mana 2 oyligini 11 million 300 ming so'mcha pul yechib oldim yaqinda. Uni Instagram tarmog'imda ko'rsatdim. $1000 ekanda oyiga. 2 oyligi. 2 oy $500. $500 yozda shu 500, 600, 700 gacha tushadi. Qishda unaqa ko'p tushmaydi, chunki rasxod ko'p, quyosh kam. Qishda o'rtacha 1,5 million, 2 million, 3 million. Demak, hamma rasxodlari noldan boshlab o'rgatib tushuntirib bera olasiz, shunaqa odamlar bilan tanishtirib qo'ya olasiz. Ha, albatta. O'g'lim sedanni olib chiqib ber. Endi kichigidan. sedana haqida gaplashamiz. Boya sedana bilan, qora sedana bilan havo shifo mahsulotlari shu bilan rosa mashhursiz. O'zi nimaga ommalashib ketdi, mashhur bo'lib ketdi shu qora sedana. Asosan nimalarga foyda? Kimda qanaqa rezultatlar bo'lyapti? Ha, bu sedana o'zi hozir o'ylab topilgan narsa emas. 1500 yil oldin payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam qora sedana o'limdan boshqa hamma dardga davo deganlar. Uni ichiga keyin biz sedanani yuvib, maydalab, asal bilan zaytun qo'shdik. Asalda ham shifo deganlar payg'ambarimiz ham. Asal haqiqatan naturalni shifo-ku. Qur'onda ham shifo nomi kelgan. Zaytun yog'i ham shifo eng oltin yog' deb atalgan. Qur'onda ham 7 marta zaytun yog'i zikr qilingan. Endi 3 ta yaxshi ne'matni aralashtirib turib, unga ruqiya qilib malham tayyorladik. Uni ichgan odam tezda foydasini bilyapti. Asosan oshqozonda motorikasini yaxshi ishlatib beradi. O't pufayda ochadi, safro haydaydi, ichaklarni yaxshilaydi. Yaxshi hazm bo'lgan odam o'zini yaxshi his qilib yuraveradi. Jigarni ham davolaydi, jigardagi yog'larni eritadi. Xullas, jigar qanaqa kasal bo'lsa oshib ketadi. Fermentlari bir xilga odamlarda jigarida B bo'ladi, hali diqqatlari oshib ketadi. O'shalar 0 bo'lib chiqadi, yaxshi bo'ladi. Bismillah. Bu katta mashinani haydashga qiynalmayapsizmi? Tank oldini qarang. Qo'lim yetmayapti. Ha, eplayapman. Niyat qilganman. Hammaga emas. YouTube'dan ko'p chiqadi.
ko'p ko'rdim, niyat qildim. Voygina aytavering. Men Cybertruck olaman deganingizda. Ko'ylak tikib o'tirsam o'zi chevardim-ku. Ko'ylak tikib o'tirib Tesla chiqqanda, Cybertruck ham chiqqanda YouTube'da faqat Cybertrucklar ko'rib o'tirardim. Keyin niyat qilardim, men inshaalloh Cybertruck olaman deb. Opam aytadi, puling yo'q-ku, menga olasan dedi. Xudoning fazli keng opa, niyatni yaxshi qilish kerak edi. Shu niyatim bilan birinchi Tesla oldik, amakivachchamdan. Keyin Cybertruck chiqib qoldi. Akam shuni olasanmi, Cybertruck olib keltirib beraymi dedilar. Ha, olaman dedim. Yengil, pulim yo'q o'zi. Yengil, Yo'q o'zi. yo'q pulga Cybertruck olaman dedim. Keyin uni akam auksionda o'ynab, Amerikadan olib keltirdilar, o'zlari tuzattirdilar, ta'mirladilar. Shunaqa qilib bo'lib qoldi. Shunaqa qilib niyatingizga erishib, pulim yo'q edi. Keldi pulim. Cybertruck oldingiz. Ha. Kosmический. Qayerda ko'rib qoluvdingiz birinchi bo'lib? Birinchi originalni hayotda ko'rmaganman. Mana shu mashina kelganda ko'rdim. Originalni shu o'zida ko'rdim. Nimada olib kelishdi haligi. Mashina yuklab keladigan bor-u, evakuatorda. Ashunda ko'rdim. Voy, haybatli ekan. Mashina oldim mali. Ha. Xo'p, endi qora sedanaga qaytsak, xo'p, uni o'zingiz uyda qilasiz. Hech qanaqa sex emas, xuddi qo'lda ruchnoy домашний deydi-yu. Qo'lda qilamiz. Hozirgacha er-xotin birga sedanani yuvamiz. Uni yuvganda rosa ko'p kir chiqadi. Bo'yashadi sedanani qoraga. Yog'lar chiqadi, qora ranglar chiqadi. Sizlar sotib olgan sedanani bo'yashadi. Ha, bo'yalmaganini olishga harakat qilamiz. Baribir uni ko'p kiri chiqadi. Sedanani yuvib, quritib, keyin apparatda maydalaymiz. Maydalab, unga asal, ruqiya qilingan asal bilan ruqiya qilingan zaytun yog'i qo'shamiz. O'zini miqdori bor. Qo'shib, keyin uni aralashtirib qadoqlaymiz. Asallar kim ruqiya qiladi? Zaytun yog'ini qayerda ruqiya qilishadi? Kim qiladi? Asal, zaytun yog'ini o'zi ruqiya qiladigan odamimiz bor. O'shalar kelib, jonli o'zi o'tirib, bir kun o'tirib ruqiya qilishadi. Bir kun qo'lni ketami 40 marta o'qiladi shekilli yo'sin. Ha, bir kun kechgacha o'qiladi. Chunki faqat yozsin basda. Fotiha surasi 101 marta, Oyatul Kursi 101 marta, Amana Rasuli oyati 101 marta. Ko'p oyatlar shu ko'pdan o'qiladi. U ruqiya qilib sotish ideyasi o'zingizga kelganmi yo qayerdandir ko'rib kimdir tavsiya qilgan? Men Arabistonga umraga borganimizda zaytun yog'iga dam solib ichib yurar ekan arab xotinlari. Keyin o'shanda zaytun yog'iga dam solib qo'yganda o'sha sedana maydalab ichib yurardim o'zim, asalga qo'shib. Zaytun yog'ini ham qo'shib ichganimda yuragim siqilmay qoldi. Yuragi siqiladi-ku. Yuragim siqilmay qoldi. Xavotir, bezovtalik hozir ko'p ayollarda. Ha, depressiyalar. Keyin yengil bo'lib qoldim, yaxshi tushlar ko'radigan bo'lib qoldim, yengil bo'lib qoldim. Shundan keyin kim ichsa hozirgacha yuragim siqilardi, siqilmayapti. Ziyon bor deb o'ylardim, menda sehr bor deb o'ylardim. Yaxshi bo'lib qoldim deyshadi. O'zingizga kelgan, shu ideya keyin qildingiz, kimlarga sotdingiz, keyin qanaqa rezultatlar bo'ldi? Xo'p, bitta Samarqandlik aka kelib olib ketdilar. Sahrlari 20 ga chiqib ketardi ekan. Har kun ertalab turib va uyqudan turib birinchi qiladigan ishlari sahrlarini o'lchash ekan. O'lchaganlarda 6, 7 chiqqanda hayron qolganlar. Kechqurun sedana ichib yotganlar. Ertalab sahr normada chiqyapti. Keyin kelib ko'p olib ketganlar. Jo'ralarimga ham beraman deb. Bu siz mahallangiz? Ha, bu bizning mahallamiz. Kirgili. O'tgan safar yodlab oldik. Kirgili. Kirgilimi? Kirgili. Sizlarda Sergili, Sergili va Kirgili. Keyin nima bo'ldi sahrlari? Joyiga kelib hayron bo'ldilar. Kelib yaxshi bo'lib qoldilar. Shu sedanani kim ichib yursa, qonni tozalaydi, mo'tadillashtiradi, qondagi qand miqdorini normallashtirib turadi. Doridan kim charchagan bo'lsa, sedana ichsin. Oqsildan iborat ekanda sedana. Sochda to'kilakan sochlar to'kilmay qoladi, oqargan sochlar qorayadi, sochlar tez o'sib ketadi, tag-tagidan soch chiqib ketadi. Oqsillik uchun. Keyin
jigarni yaxshi davolaydi, o't pufayni yaxshilaydi, o'smirlar ichsa bo'yi yaxshi o'sadi, qizlar ichsa hayz sikli yaxshilanadi, juvonlar ichsa ham hayz sikli yaxshilanib, hayzi kelmayotganlar, homilador bo'lmayotganlar, ko'pchiligi homilador bo'lyapti. Yana bitta narsani aytib o'tay, qora sedana odamni pushtini kuydirib yuboradi deydi-ku. Umuman xalq og'zakida isbotlanmagan gap ekan. Men o'zim homiladorman, 8 oylik. Qora sedanani ichib miyomam bordi, yo'qolib, so'rilib ketgan. Qancha ayollarning matkasidagi kistalar so'rilib ketdi. Qancha ayollarda miyomasi so'rilib ketdi. Sedana ichib. Umuman sedana pushti kuydirmaydi. Qaytanga ser farzand bo'lishingizga, tug'ishingizga, erkaklarda rivojlanishiga, ya'ni protsentini ko'tarilishiga yordam berar ekan. Signal. Techalinchi? Mahalla o'rganib ketgandir mashinaga o'zi e'tibor shu mashinada. Boya aytdingiz, oq sochlarni qoraytiradi deb. Shunday. Rezultat ko'rganmisiz? Kimdir aytganmi? Reallik ko'rganmisiz? Xo'jayinim sochi rosa ko'p oqadi. Tagidan qora soch chiqyapti qayta. Kunda yo kunora ich qizaman-da. Keyin yosh bolalarda oqsili kamayib ketib, sochiga oq tushib qolar ekanda. Buni ichi to'la oqsil-ku, sochdan genetikadan deyishardi lekin uni. Yo'q, u narsa oqsil kamligidan ekan. Qora sedanani asosiy tarkibi oqsil, sochda ham tarkibi oqsil ekan. Sedana ichavergan odamda sochida muammo qolmaydi. Keyin haligi ko'chib yuruvchi og'riqlar bo'ladi-yu, oyog'i qaqsha bor edi, beli qaqsha. Shu sedana ichib ko'rsin-da, og'riqlar yo'qolib qoladi. Ishdan kelib odam charchab yotib oladi, eshitdimi, ish qilgisi kelmaydi. Sedana ichgan odam energiyaga to'ladi. Men o'zim hozir 8 oylik homilador bo'lsam ham 3 mahal sedana ichaman. Men biror marta vitamin tanqisligi bilan og'rimadim yoki infeksiya bilan og'rimadim. Gripp bo'lsam ham bir kunda yaxshi bo'ladi, immunitet yaxshi bo'lib ketar ekanda. Sedana ichaman. Vitamin badla ham ichasizmi? Yo'q, umuman. Shuni ichida. Hamma yo'q sedanani ichida. O'zi narxi unaqa baland emas, lekin vitaminlarni, badlarni narxi baland. Uni ham Amerika, Nemetskiy olishadi. Undan ko'ra sedana ichgan yaxshi ekan. Ha, shunday, sedana ichgan yaxshi. Mana biz uyimizga Muhammad Umarga 50 mingni ber, o'zingga 50 ming. Qanchada 50 mingni hozir? To'xta. 200 ming yo'q qo'yib qo'yay. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 50 ming nima qilishadi? Shuni ham qora ko'zda, buni unga berib ol. Uzuk? Ha. Sportga ketishyaptimi? Ha, cho'milgani borishadi, basseyn, suv olishadi. Suv oladi, ovqatlanadi, taksida yuradi. Uni narigisi akam o'g'li, u ham emizganman, ta'limda ko'ziga qarasa onaligim tutib ketadi. Bu yarim kilolik, bu 250 grammlik. 250 grammda biz 330 gram qadoqlaymiz. Chunki xo'jayinim aytadi ki bizdan ketsa ham xalq yaxshi bo'lsin, xalqqa foyda bo'lsin deydilar. Shuning uchun baraka bor. Endi bu sedanani har kuni o'zim ichaman. Yarim choy qoshiq ertalab, yarim choy qoshiq kechki payt ichaman. Nonushtadan keyin ichaman. Kechki payt oxirgi qiladigan ishim sedana ichish bo'ladi. Namozga uxlab qolmaysiz, sedana ichib yotsangiz, bomdod namoziga ko'pchilik uxlab qoladi yoki ertalab charchab uyg'onadi, o'zini ko'tarib, sudrab, zo'rg'a ishga ketadi, o'qishga. Shunaqa bo'lmaysiz, shunaqa tettik bo'lib qolasiz. Ayniqsa ingliz tili yodlayotgan, rus tili yodlayotgan, repetitorga qatnayotgan bolalaringizga sedana olib bering, xotirasi rosa kuchli bo'ladi. Sedanada shunaqangi bir mo'jizaviy narsalar bor ekanki, xotirani kuchaytirib olar ekan. Undan oldin soch haqida gaplashdik-ku, oqsildan iboratdir. Bu semirib ketgan ayollar har qancha parhez qilsa ham ozmayotgan bo'lsa, sedana ichsam ozadi. Bu ozdirmaydi, to'qlik hissini beradi. Mana shuni ichib turib keyin parhez qilsangiz, parhez ta'sir qiladi sizga. Chunki bu gormonlaringizni joyiga tushiradi. Gormonlar joyiga tushmasa, har qancha parhez qiling, fitnessga boring, haligi qo'shimcha kokteyllar ichib ozishadi, foyda qilmaydi. Gormonlaringiz joyiga tushsa,
bir mahal ovqatlanib suv ichib yurib ham rosa zo'r ozasiz, faqat sedana ichib turing. Sedana to'qlik hissini beradi. Qorningiz ochib ketib, qaltirab, bir narsa yeb olgingiz kelib ketmaydi-da, nazaringiz to'q yuradi. Bitta qiz bor ekan, gluta yerkani kessay. Ashuni so'rib yurar ekan, rosa shunga mukkasidan ketgan ekan. Sedana ichib o'sha narsam yo'qoldi, o'sha qaramlik. Sigaretga qaramlik bor, yana chekishga qaramliklar yo'qotadi bu narsa va Telefonga qaramlikni yo'qotmaydimi? yo'q, u hali isbotlanmagan. Bu global muammo, telefonga qaramlik. Global muammo, lekin bu qaramlikni yo'qotadi, siqilishni, stressni yo'qotadi. Mazasi qanaqa? Ochilgani bormi? Keling, shuni ochamiz. Chunki men o'zim qo'shib olib keling, onaxon. Mana shunaqa upakovkasida ochasiz. Mana Faqat o'zingiz uyda, mana shu uyda qilinadi. Mana shu uyda qo'lda tayyorlayman. Unaqa sexda, katta bir qozonlarda tayyorlanmaydi. Hozirdan suv ham olib chiqaylik. Sexda tayyorlab qarang. Qanaqa yumshoq mana. Yumshoq narsa tomog'ingizdan liqqatib o'tib ketadi. Men ertalab shuncha ichaman. Bunday qilib Ochib qaringmi endi bu? Agar oshqozoningiz yaxshi ishlamasa, og'zingizdan yomon hid kelsa, oshqozoningizda ovqat qolib ketgan bo'ladi. Ko'pchilik og'zidan badbo'y hid keladi-yu, shular oshqozoni yaxshi ishlamaydi. Ovqatni qoldirib qolib ketgan va hid keladi. Endi tishdan bo'lishi mumkin. Tishlaringiz sog'lom bo'lsa, ikkinchisi tomoqdagi mana bezchalardan bo'ladi. Ularda bezlar yo'q, sog'lom bo'lsa, demak oshqozoningiz sasiyotgan bo'ladi. Buni och qoringa ichadi. Oshqozoni sasiyotganlar, oshqozonda yarasi borlar. Ichib turib, orqasidan mana shuncha suv ichadi. Bismillah. Biram yumshoq, yoqimli. Men ham yeb ko'rganman-da, yeb ko'raman. Uyda turibdi, bular ko'proq yeydilar har kuni. Anu boru, holvalar boru, o'shani mazasi. Holvani mazasi. Asali bor, shirin. Ha. Mo'jaba yeb ko'ring. Yeganman. Hozir o'ziga kelib qolasiz. Sahar uxlamabsiz-ku? Charchadilar bilan mana shu sabab. Mo'jaba. Trezi bo'lib qolasiz. Oshqa trezvi bo'lib qolasiz. Men ovqatni yeb olib, oldin buvalarimiz jig'ildonlari qaynasa sedana kopatib olishardi ekan. Og'izlari savol. Hazmni shunaqa zo'r qilib berar ekan. Qabziyatingiz bo'lsa, ichingiz qatib, necha kunlarda bir kelsa, oshqozoningiz yaxshi ishlamayotgan bo'lar, o't pufayingiz, safro chachmayotgan bo'lar. Qabziyatingiz bo'lsa, sedana iching. Ichida zaytuni bor, asali bor, ham sedana, ham ruqiya qilingan qabziyatingiz yo'qoladi. Hazm shunaqa zo'r bo'lib qoladi, oshqozon zo'r ishlab qoladi. Davo ekanda. Narxi necha pul mashina? Mana shu kichkina idishda esa 250 gram deb sotamiz. Aslida 330 gram chiqadi, 125 ming so'm. Bu yarim kilolik tomkasi barakali butun oilangizga bir oyga yetadi. 250 ming so'm. Ha, buni endi dilerlaringiz ko'p-ku, butun O'zbekiston bo'yicha hamma bir xil narx sotadimi? Hamma arzoni sizdanmi? Yo'q, hamma bir xil narx sotadi. O'zbekiston bo'ylab dilerlarni raqamini biriktirib qo'ysangiz, silka qo'yib qo'yamiz. Shunday bo'lsa Telegramga kirib ketadi. Dilerlar raqami bor. Amerikada ham bor, Turkiyada yo'q hozir. Video ustida qoldiramiz diler nomerlarini. Toshkent shahrida bo'lsangiz, bitta dilerimiz nomerini qo'yib qo'yaman. Qolgan shaharlardagini silka biriktirib qo'yamiz YouTube tagiga. O'sha yerda Andijon, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Toshkent, Buxoro, Samarqand, Xiva va hokazo O'zbekiston hamma joydan topsangiz bo'ladi. Birinchi xo'jayinimiz. Dadasi. Tinchlik, biz uyga keldik. Bolani oldingizmi? Har bo'lib ketgan. Kashi. Tan joningiz sog' bo'lsin. Massa shu kashiga o'xshagan. Yaqindan ko'rsataman. Video tagida. Men Durdona bilan YouTube'ga video olyapman. Masala bo'ladi. Menda vitamin. Rahmat dadasi, Alloh rozi bo'lsin. Dadamga kiyim qilib berganingiz uchun. Bizni qornimiz to'q, mehmonlarim bilan Anor kafeda ovqatlanib keldik. Xo'p. Adezlarga kiyim berdilar. Xo'jayinim, dadamni Turkiyaga jo'natib ayammi, dadammi, tog'ammi, kennayammi
Tog'am biz yoshligimizda qaraganlar, dadam xizmat safarida bo'lganlarida ayam o'zlari tikuvchilik qilib, 3 ta bolani boqib o'tirardilar. Kichkina edik. Har hafta bozor qilib kelib, tog'am bizni xabar olardilar, maktab bozorliklarimizni qilib berardilar. Bizni ko'rdilar, qo'llariga pul qo'yib olib, pul bilan ko'rishardilar-da. Biror marta ko'nglimizni ortmagan shu tog'am, biror marta qattiq gapirmagan, doim yaxshi gapirgan. Tog'a biz boy dada deb katta bo'lganmiz, ikkinchi dada degandek. Shu boy dadamga Turkiyaga bilet olib berdim xotinlari bilan, dadam bilan ayamga to'ralari ketishyapti. Antaliyaga. Antaliyaga. Antaliyaga dudingiz, chunki Istanbul charchatadi, voy, nima qilishar ekan deyishingiz mumkin. 2 kun Istanbul, 5 kun Antaliya. Demak, dam olishadi. Pashti plyajda ovqatli tayyor. Harakat toping. 24 ga 7 haligi ovqatlari bilan oldik-da, turdi ham. Oldin borishganmi? Borishmaganmi Antaliyaga? Yo'q, bir marta ham borishmagan. Shunga dadamning kiyimlari o'rtacha xarob bo'lib qopti desam, hozir olib chiqib, xo'jayinim dadamni bozorga olib chiqib kiyim qilib beribdilar. Adezdan necha yosh kichkinalar turmush o'rtog'ingiz? Yoshlari Bilmayman, hisoblash kerak hozirmi? Hozir hisoblab olay. Chunki ertasi turmush o'rtog'im mendan ancha kattalar. 11 yosh kattalarda 1959 ayrimi 1976. 17 yosh ekan. Noto'g'ri bazmi? Necha u yosh? 1000. Demak, erim yosh ekan. 76 ayrimi 1959. 17 yosh farqlari bor ekan. Siz birinchi farzand bo'lmagansiz-ku? Men 3-chi farzandman. 17 yosh farqlari bor ekan. Qaynota kuyovdi. Do'staqa. Do'staga. Ota bola ham. Rosa o'xshatishadi xo'jayinim bilan dadamni. Rosa o'xshatishadi.